Koreyaga kelayotgan ba'zi o'zbeklarning 3 ta eng katta xatosi. Uchinchisi, ba'zi talabalar pulga berilib ketib, o'qishni tashlab, ishga berilib ketmoqda va ular deportatsiya bo'lib, Koreyaga kirishiga taqiq olishmoqda. Va Koreyaga o'qishga haqiqatan borishni istagan studentlarning viza olishiga deportatsiya bo'lgan studentlar sababli qiyinchilik tug'dirilmoqda. Ikkinchisi, ko'pchilik Koreyaga ko'p pul topaman degan niyatda borishadi, lekin ularning aniq maqsadi va kasbi bo'lmaganligi tufayli qora mehnatga, Koreyada arbayt deb nomlanadi, ya'ni mardikorchiliklar umrini, vaqtini sarflashga sababchi bo'lmoqda. Va birinchisi, eng katta qilinayotgan xato, ko'p studentlar ingliz tili tufayli viza olib kirishib kelishmoqda, lekin koreys tilini bilmaganligi uchun jamiyatda o'z o'rnini topishi va o'qishni bitirgandan so'ng katta kompaniyalarga, korxonalarga ishga kirishi qiyinchilik tug'diradi. Siz Koreyaga kelganingizda qanday qiyinchiliklarga duch kelgansiz? Albatta kommentariyalarda endi kelmoqchi bo'lganlarga chiroyli maslahatni yozib qoldiring. Shaxsan kommentariyalarni o'zim o'qib chiqaman va zo'r maslahat bergan kommentariy egasiga Dr. Ippo dermatologiya kosmetologik penkalarni hadya qilaman.